Toqqa chiqqanda mana bunaqa travmalar ham olib qolishingiz mumkin. O'sha uchun doim aptechka olinglar. Bu qayerda bo'lganini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar, men esa aytib beraman. Nanay qishlog'ida mana bunaqa katta quduq degan sharshara borligini bilarmidinglar? Любой mashinada sharsharaga kelsa bo'ladi. Mashinadan bor yo'g'i 50 metr yuraversanglar, mana shunaqa go'zallikni ko'rasizlar. Nanay qishlog'i Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan. Har doimgidek lokatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanalida kirib olasizlar. Mana bunaqa ranalar bo'lib turadi. Oyoqqa borib sirtdan tushib ketdi. Aptechka bor, har bitta mashinada aptechka bor-da, endi 100%. Bunaqa tiqib qo'yganman, hozir chiqaraychi. Tak, nima bor ekan bizning aptechkamizda? Tak, vроде bor mana. Eng qiziq endi boshlanadi hozir. Shunaqa chiqadi. Oh, mazza qilyapti oyoq. Oyoq mazza qilyapti-da. Mana penasi chiqsa, ichidagi mikroblarni o'ldiradi-da. Bu perikis, bu spirt emas. Ayamasdan hamda quyiladi. Mana aptechka bor. Qoldek ryukzakda ham pastdan aptechka yurish kerak, mashinada ham aptechka yurish kerak. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lib qolsa